Retseptni o'zi bilan bitmaydi. Musobaqaga video yuborishim kerak. Yordamlashuv. Meni bosh oshpaz bo'lgim keladi. Omad. Tabriklayman. Siz finalgacha chiqdingiz. Meni joyimga o'tirmoqchimiding? Qarshingizda bizni restoranning qaydasi turibdi. Uni takrorlashingiz kerak. Sen ham oshpaz bo'lish uchun unga o'xshab meni tashlab ketmoqchi bo'lyapsanmi? Mana bu monitordagi oshpaz. Sen otang. Topolmading. Tashqariga. Musobaqadan o'ta olmadingmi? Yaxshi oshpaz topdim. Barakalla. Hoy, nima qilyapsan? Shoshlik va bo'g'irsoq qo'shilsa, sho'rsoq bo'ladi. Juda mazali ekan. Bizni sho'rsaqlarga raqobatchi yo'q. Yegichi o'z joyini topdi-yu. Muxtorni o'zidan zo'r bo'laman deysanmi? U meni ota. Muxtor seni otangmi? Lekin o'zi buni bilmaydi. Men undan yaxshiroq bo'lmoqchiman. Qoyil maqom. Muxtordan mazaliroqligimni isbotlayman. Nima? Muxtordan mazaliroq? Biz minusga kiryapmiz. Oshxona bu jang maydoni. Boshingdan ayrilmaslikka harakat qil. Bo'lmasa raqobatlashadigan odamim qolmaydi. Syurpriz. Sen ovqatlaring hayratlantira olmayapti. Uni kuni bitta. Qozog'istonning eng zo'r oshpazi Seningcha osonlikcha taslim bo'laman. Buyuk bo'lmoqchi bo'lsang, oshxonaga o'z yurakni bera olishing kerak. Street xona. Nega turib qoldingiz? Hamma ishga.